Jamoa boshqarish ot minish degani emas. Jamoa tuzishni bilgan odam uni qanday dam oldirishni ham bilishi kerak. Bizning media sohamizda 99% aqliy mehnat bo'lgani uchun men komandamga doimiy jismoniy hordiq qilishni tanlayman. Sababi har kunlik yangi bilim va yangi zapusк miyaga tabiiyki stress beradi. Buning yechimi esa oddiy: internetsiz, g'iybatlasiz, ortiqcha xayollasiz aktivniy dam. Shu sababli komandamni ko'p aktiv damga olib boraman. Bu galgi aktiv hordig'imiz o'zgacha bo'ldi deb ishontira olaman. To'liq komanda chiqa olmagan bo'lsa ham 30 kishilik tabiat qo'ynida oddiy joy, mevalar, ichimliklar, yeguliklar va sumalak ham bor. Jamoaviy o'yinlar, toza va sokin tabiat, eng muhimi internet va telefonlarsiz. Tan olib o'tish kerakki, butun jamoa bir kunga yosh bolaga aylanib qoldi. Yosh bola deb men faqat super o'yin bo'ldi. Har safargi damdan keyin har bir xodimimni o'zim uchun yangitdan kashf qilaman. Ba'zida ular meni ham. Agar sizda jamoa bo'lsa, albatta aktiv dam olishga, toza havoga chiqishni maslahat beraman. Bizning komanda faqat ish uchun emas, o'zi uchun ham yashashga vaqt topa oladigan komanda. Ma'lumot o'rnida endi bu profilda Pianiska jamoasi haqida siz bilgan va bilishni xohlagan kontentlar joylanadi. Yana bir gap, bu akkauntda bizga kerak bo'ladigan kadrlar, vakansiyalar qo'yib boriladi. Sahifamizga xush kelibsiz. Tez orada siz bilan bir jamoada bo'lsak ham hayron qolmayman.